Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dünyanın her qaysı yerlerdeki aziz qarindoshlar. Bugün Nabijan Ala akimiz bilan Uyg'ur axborotchiligi ve filmchiligi haqida suhbat ilib olmoqchi. Qarindoshlarimizningki yaxshi taklif fikr va savollarni berishini qizg'in qarshi olamiz. Assalomu alaykum Nabijan aka. Aleyküm esselam ve rahmetullah. İnim kadar kavalınız. Yaxshi rahmat, Allah razı olsun. Sizni herhalde tanıştırışın haceti yok uzundan beri. Şu turda axborot sohasida yaxshi xizmatlarni qilyapsiz filmchilik sohasida. Endi şu axirgi mezgillarda xili yaxshi va qisqa filmlarni ko'plab ishlab chiqaryapsiz va yangi torbatlarni qurdingiz. Bu haqda qarindoshlarımizga bir tushunchalarni berib o'tgan bo'lsangiz. Rahmet. Aldı bilen şu ziyaretinizni, bizni ziyaret kılgınızını naytti, hoş oldum. Allah'a rahmet etme. Digininizdek, hem siz bilgininizdek, şu biz ötken yılı 9. aydan başlap şu kısa film ne işleşine başladık. Bu kısa filmni işleşte hazır muhacirette bizge en çok tesir kılıvatkan ve bizge turmuşumuzda ve siyasi hayatımız olsun bizge nasıl ziç münasebetlik boğan vakaliklerini aldığım film işleşini bunu nokta kıldık. Çünkü siz bilgendek birinci filmimizde siz mi onun da rol aldınız. Şu nemo vatanga qaytish deb isim berib vatanga qaytayotganlar to'g'risida buni bir ifodalab bergan shaklda bir qisqa film qildik. Undan keyin yanılam muhacirat hayotimiz kundarik bo'layotgan shu jasusning iztirobi nomli filmning ikki qismini ishildik. Bunun siz baş rol aldınız. Üçüncü kısmını inşallah Allah halsı işleyimiz de bunu tayyorlab qilyapmiz. Demek biz muhacirat hayatimizdeki muşundaq abim deganimdek nuqtaliq bo'lgan, muhim bo'lgan mazmunlarni film shaklida xalqimizga sunsak, buningdan bir xalqimizga foydali, bilishga tegishli, diqqat qilish nuqtalarini film shaklida sunsak degan chiqish nuqtasi qildik. Yana bir nuqtadan biz chet elda har qaysi davlatlarda yashayapmiz. Bu davlatlardagi xalqqa yana biz irqiy qirg'inchilik yo'li qilyapmiz deymiz. Irqiy qirg'inchilik yo'li qilayotgan va mushu jarayonlarda biz Xitoyning bevosita yoki vositalik holda besim qilib shundoq mayli vatanga borganda qanday qiltaq tushirish olsun, anandan keyin jasuslik huzurlanish olsun va muhacirat hayotimizdagi biz qanday millat, qanday yashagan, biz nima uchun Xitoyli besib olgan, Xitoyning zulmi qanday deganni chet elliklarga o'zimiz yashayotgan davlatdagi yerlik xalqqa anglitishni maqsad qildik. Shunga diqqat qilsangiz filmlarimizning ostida inglizcha tarjimasini berib turib, xalq shaklda chiqaryapmiz. Hamda qisqa film qilishimizdagi maqsadimiz cho'ng filmga hozircha bizning kuchimiz yetmaydi. Mayli iqtisodiyatdan bo'lsin, mayli kasbiy jihatdan nuqtasini aytganda bizning hozircha uningga kuchimiz yetmaydi. Uning uchun biz qisqa filmda ham vaqt oz ketadigan, ham iqtisod jiq ketmaydigan shaklni ko'zda tutib turib, mush qisqa film shaklida, uning ustiga qisqa filmni hozirgi qarab baksangiz, kinofilm sohasida qisqa film festivallari barliq kelyapti. Qisqa filmlarning ko'rilish nisbati yuqori bo'ladi. Qisqa filmda ma'lum maqsadni, xuddi bizga o'xshash zulm uchrayotganlarni ma'lum zulmning bir tarafini yo'ritib berishga buningda nihoyatda bir asos bilan ta'minlaydi ekanmiz. Buni chiqish nuqtasi qilib qisqa film shaklida filmlarni ishlashga kirishyapmiz. İnşallah bunu davomlashtiramiz degan niyatda bu ishni boshladik endi. Rahmat. Şu axirgi filmda qarindoshlarimizni diqqatini qo'zg'adi, qisqa fragman dedik. Şu tarqalgan keyin nurg'ulg'an qarindoshlar bu film tarqalmadi-ku, bu qanday ko'ramiz degandek chiq savollar bo'lindi. Bununki şu tarqatilish, qanday ko'rish, qayerdan ko'rish degandek masalalar haqida bir to'xtab o'tgan bo'lsangiz. Rahmat inim. Bu asosligi hamda biz bu filmlarimizni bir taqtidigan bir kanal berpa qilish uchun torbetdan birini yasatdik. Maxsus torbet yasatib buning bosh mulozimat o'rnini Yevropadagi ma'lum bir davlatdan mulozimat nimasini oldik. Olgandan keyin filmlarimizni yangi filmlarimiz bilan birga, o'zimiz ishlagan film bilan birga, andan keyin bolalarimiz uchun kartun filmlarni aniqlik darajasi yuqori bo'lgan, tarjimasi o'lchamli bo'lgan, andan keyin yazır yeni çıkıvatkan vatanda tarjima qilgan yoki burun ishlangan filmlarimiz bo'lsin, yaxshi mazmunli filmlarni
bularni bu torbetlarga qo'yib, bu orqali qo'yyapmiz. Endi bu torbetimizni nima shaklda biz o'zimizning yaqinlari va o'zimizning ijtimoiy tarmoqlarga tarqatayotgan bo'lsakmi, balkim buni keng qarindoshlarimiz hammasi ulish bilanmagan bo'lishi mumkin. Inshaalloh buni biz yana mayli sizning torbitingiz bo'lsin, mayli bizning har kuni WhatsApp'larga, Facebook'larimizda qaraltun.com degan torbat adresimiz orqali qisqa filmlarimizning e'lonlarini taqdim Hamda bu filmni, bu torbatni biz haqli qildik. Ba'zi haqsiz filmlarni qo'ygan bo'lsakmi, ammo ko'pincha qismini haqli qildik. Chunki haqli qilishimizdagi maqsad siz bilgandek bu filmlarni ishlash uchun nurg'un hisob ketadi. Hisob ketgandan keyin bu filmlarni biz xalqimiz buni ko'radi, oldi bilan avval bizning filmlarimiz avval o'zimizning xalqidan qo'llashga erishadi. Agar bizning o'zimizning xalqi qo'llamasa, u boshqa yerdan nima qilgan nimamiz ahamiyat olmaydi. Chunki biz filmlarimizni xalqimiz uchun ishlayapmiz. Avval o'zimizning xalqini tarbiyalash, avval o'zimizning xalqimiz, o'zimizning ichida bo'lgan zulmlarni va yoki krizislarni bu filmlar orqali fosh qilamiz deyotgandan keyin, avval bizning asosli obyektimiz, asosli a'zorimiz bu xalqimizdan bo'ldi. Buning uchun bu filmning oylik ko'rish haqqini 5 yevro bekitdik. 5 yevro bekitdik. Buni nima qilgandan keyin nurg'un qarindoshlarimiz bizni moddiy ma'naviy jihatdan desteklayib oldi. Alloh razı olsun u qarindoshlarimizdan. Bu qarindoshlarımizga rahmatimizni keyingi programmamizda deyishimiz mumkin. Hozirgi programmamizdan vaqti uzarib ketmaslik uchun buni qisqacha deb o'tib ketaman. Endi buni oylik 5 yevro, yilligini 50 yevro bekitdik. Bu pul to'lagandan keyin filmimizga qo'yilgan yillik a'zo bo'lsa, yildagi qo'yilgan filmlarning hammasi haqsiz bahramon bo'la oladi. Ham bizning shu Uyg'ur filmchiligimizga qilgan bir hassa bo'lgan bo'ladi, bizni moddiy jihatdan desteklangan bo'ladi. Uning uchun biz mushu desteklar bilan ana kendin aldığımızdaki filmlerimizni vaqti qarayda nayt süpetlik ishlashga kapolatlik qilsak degan umidda bu haqliqqa qayerimiz shu. Bu ham deganimda qaraltun.com deb besib bizning torbetimizni har yerda ko'ra oladi. Inshaalloh meningcha bu anglagandan keyin qarindoshlarimiz bunga ziyorat qilayotgan qarindoshlarimiz ko'p. Hozirgacha biz 4-oyning 5idan boshlab buni rasmiy torbetimizni ichib etdik. Hozirgacha 150 dan ortiq odam bizga a'zo bo'ldi. Inshaalloh buni anglagan, ko'rgan qarindoshlarimiz bizni har jihatdan moddiy va ma'naviy jihatdan destek ustidan bo'lsa-mu bizni qo'llab kelyotadi. Maşallah. Endi fikir teklifler şu kino filmchilik haqida qandaroq bu narsalarni ishlasang yaxshi bo'ladi yoki yaxshi bo'pti, yaxshi bo'lmabdi degandek boshqa qarindoshlarimizningki fikrlari haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Rahmat inim. Buningda ko'rgan qarindoshlarimizni hozirgacha bizning ishlagan filmlarimizga bo'lgan nisbatan men mayli qaytish olsun, andan keyin ishlagan shu ikki jasusning iztirobining ikki qismli hozir chiqdi. Ba'zi ko'rgan qarindoshlarimiz menga bergan inkosda bu filmlarning nihoyatda yaxshi ishlanganligini, ya'ni hozirgi shu chet eldagi Uyg'urlarning ishlagan filmlarning ichida mayli mazmun jihatdan bo'lsin, mayli ssenariyaning yozilishi jihatdan bo'lsin, mayli filmdagi aniqlik darajasi, chiroqlarning, nurlarning to'g'ri kelishi, muzikalarning mos kelishi har tarafdan, har jihatdan nihoyat yaxshi bo'lganligida inkoslarni oldik. Endi o qarindoshlarim mening ko'nglimdan ham shunday dedim, endi men boshqa bir bo'lmagan taraflari bo'lsinmi dedim. Ammo yana bu qarindoshlarimizning rol olgan qarindoshlarimiz, mayli siz bo'lsin, mayli men bo'lay, mayli boshqa qarindoshlarimiz hammasining nihoyat yaxshi rol olganligini, kasbiy artistlik qilganligini buni izohlab o'tgan bo'ldi. Endi sizmi bilasiz, bu filmlarni ishlashda biz repetitsiyaga hech qancha jiq vaqtimiz yo'q. Aynan necha kun ichida biz bir yarim soatlik filmni ishlab buningga nima qildik? Har biringlar jafo chekdinglar. Aynan o'zingiz bilasiz, bir filmni ishlash uchun, bir sahnani ishlash uchun necha soat vaqtimiz ketdi. Aynan ketdi hamda o'zingiz bilasiz, chunki biz repetitsiya qilmadik. Biz bevositlam nimaga kirib ketdik. O jarayonda yana har biringlar va ham shu filmga qatnashgan qarindoshlarimizning film ishlash jihatdami nihoyat o'zining ortiqchiligini joriy qilganligini his qilaman. Chunki bir narsa bor ekan, Cenab-ı Allah her bir insanga bir kabiliyet bergan ekan. U kabiliyetini bilish u insonning bu bir kabiliyetga asli. Shunga Cenab-ı Allah bizga
muşu meyle filmde yüzümüzde ifade olsun, meyle korkmay temtirmey muş filmden içi. Çünkü biz muşu reallıktan yani aşı casusunun ızdırapıdaki aynı siz başarılı algan filmdeki de aşında kıyın kıstaklarga, aşında zorlanışqa, aşında tuqqallarımızı görügülüp, aşında kıyın kıstaklarga hemmimiz uçuravatqaçqa bu bizning turmuşimizdan bir qism bo'lg'achqa biz hiç işkilenmey lan bu rolga kirib keteldik deb o'yladim men. Yana birisiga abiyamqidek Cenab-ı Allah bergan biz tabiiy talantimizni biz onu bilip jariy qildiraldik deb o'yladim. Shuning bilan biz yuqorqidek yaxshi natijaga keldi shuning deb o'yladim. Endi salbiy jihatni aytaq, yani boshqa salbiy nima degan yo'q, ammo biroq filmlar biroz qisqa bo'lib qolibdi degan qarindoshlarimiz bo'ldi. Endi qisqa bo'lib qolibdi deganda endi nimaning o'lchami? Qisqa filmning o'lchami shu 3-4 minutdan tortib 30 minut chiqqanda. Chunki biz film festivallarga qatnashish uchun men bu materiallarni ko'rib baxtim. Qanchalik darajadagi nimaga akiralsak, qisqa film shaklida buning iltimos suna olamiz debchi. Shunga eng yuqorisi 30 minut bo'lganligi uchun biz shu filmlarimizni 30 minut ekanmagan shaklda ishlashga anim qilyapmiz. Ayni mana bu daqiqada Jasusning izdirobi ikkinchi qismi 15 minut chiqdi. Ko'rganingizdek. Onun oldidagisi 20 minut atrofida chiqdi. O qaytish degan film 23 minut chiqdi. Endi demak, biz endi chiqish nuqtamiz qisqa film bo'lganligi uchun o'sha qisqa film shaklida buni mushtaq shaklda elib berishga tirishyapmiz. Endi sizningki şu filmchilik sohasiga kirishingizga nima sabab bo'ldi? Hozir endi o'zingiz ko'ryapsiz, biz şu 2017-yildan boshlab biz bu axborot sohasiga kirgan edik. Bir 6-7 yil tirishib qo'limizdan kelishicha bu sohada xizmat qildik. Siz buningda o'sha 2017dan burun qanchalik axborot sohasida xizmat qilib ekansiz? O'zingizning ayrim bir kanal bor ekan, biz boshlaganda siz to'xtab qolib ekansiz. Hozir endi nurg'unlagan shu cho'ng axborot organlari deymiz, kichiklardan boshlab Erkin Asya Radyosu bo'lsin, Fidoylar ekrani, Qarindoshlar studiyasi degandek hamma kanallar bir-birlab taqilib, hozir endi shu Istiqlol TV'sining bir taqib qoldi. Buningdan nurg'un qarindoshlarimizningki shu xizmatchilarningki hozircha xizmatdan to'xtab qolganligi, Istiqlol TV'sining nima deymiz, to'xtab qolish oldidek bir xil bo'lib qolganligi haqida xabarlar bo'lyapti. Nima shu Uyg'ur axborotchiligi nima uchun shunday bir palach holatga tushib qoldi? Nima uchun taraqqiy qilmadi? Nima uchun yoshlarimizningki ko'plab shu sohada? Bizning chunki boshqa Xitoyga qarshi kurash imkoniyatlarimiz shu axborot sohasi, tor sohasida beqaror imkoniyatlarimiz boshqa sohada imkoniyatlarimiz nihoyatda cheklangan. Siz shunda bir vaziyatda filmchilik sohasiga kiribsiz. Shu haqida bir so'z aytsangiz. Bo'ldi inim. Deganingizdek, bu hozirgi ko'rishimiz mayli Xitoyning olsun, mayli Amerikaning olsun, tutayotgan hozirgi yumshoq kuch o'sha tashviqot ko'rishchi. Mesela Amerikaning necha bir kanallari bor, necha bir shaklda nimalari bor. Xitoyning ayni o'zingiz bilasiz, masalan TikTok deymiz, Undidar deymiz va ya boshqa har xil taratqular orqali o'sha shakldagi o'zining ideologiyasini va o'zining ko'z qarashini taqtida dunyoga. Ayni bizni har xil shaklda bir nima qilib aldab takishi hozirgacha o'sha tashviqot usuli bilan bizni go'llab aldab kelyapti 70 yildan ashti o'zingiz bilasiz. Endi bu yumshoq kuchdan bizmi qanday unumli foydalanamiz degan nuqtada abiyam siz deganingizdek 2017dan boshlab Xitoy tajovuzchilari vatanimizda irqiy qirg'inchilikni keng ko'lamda umumyuzlik boshlagandan tortib bizmi chet elda qila oladigan ishimiz shu axborotchilik orqali xalqimizni uyg'otish, dushmanning bu shamol emas, 100 kunlik zarba berish emas, bu faqat bizni irqiy qirg'inchilik yo'qotish uchun boshlanayotgan bir boshlanish ekanligini 2017da 4-oyning 1-kuni boshladi Xitoy. Biz rasmiy shaklda 5-oydan boshlab bu urushga atlandik. Aynan siz shu vaqtlarda aynan har xil shaklda qo'lingizdan kelishicha shu tashviqot shaklida nimalarni qilib keldingiz. Biz mayli xabar bo'lsin, qo'limizdan xabarchilik kelsin, mayli Xitoyning ichidagi ishlarni fosh qilish bo'lsin va yoki boshqa vatandan uchur egallash bo'lsin, har jihatda qo'limizdan kelgan xizmatni qilib keldik. İnşallah endi bu YouTube'chilik shaklida hozirgi
nimemizde chet elde en bizge haqsiz boşluk YouTube bo'lganligi uchun hammamiz YouTube şeklinde bir programmani ishlashga boshqalar iqtisodiyatdan YouTube'da mal setib tovar setib pul topgan bo'lsa biz mushu jug'langan YouTube'dan qandaq şekilde o'zimizning Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni qanday anlatamiz Xitoyning qilayotgan zulmini va bizni qilayotgan irqiy qirg'inchilikni qanday dunyo anlatamiz degan shaklda buni chiqish nuqtasi qilib hammamiz shu YouTube'ga kuchimizni bericha mayli programma bo'lsin mayli har xil shakldagi pash qilish guvohlik berish bo'lsin o'zingiz bilgandek siz nima qildingiz guvohlik to'pladingiz guvohlik yig'dingiz har xil shaklda xizmatlarni shu YouTube'ning kanalini har birimiz o'zimiz o'z oldimizga ichib turib bu shaklda xizmat qildik. Endi siz degandek mayli axborot vositalarining mayli Erkin Asiya radiosining taqilishi olsun, mayli boshqa axborot ishlari bilan shug'ullanayotgan qarindoshlarimizning hozirgidek pasib balavotga tushib ketishining asosiy sababi iqtisod. Chunki Erkin Asiya radiosining Uyg'urcha bilimining iqtisodini to'xtatib kesib ketga, shunami ya? Ana keyin uni davom qilamiz. Chunki bu yerda ishlayotgan odamlar biz cho'qim maoshli uyni qamdish kerak. Sizningmi to'xtab arasarda chiqib qilishingizga sababmi shu. Siz bir yoqdan tijorat qilsangiz, shunami bir yoqdan uyingizni boqsangiz, o'zingizning bo'sh vaqtini qimmatga aylantirib turib, mujda programmalarni sunishga tirishsiz, shunaqmi deyman. Men bu shu gapingizni kesib o'tdim. O'sha azroq to'xtab o'tsak to'g'ri bo'lishi mumkin. Bizningki xizmat qilganimizda shu Ihson qarindashimizdan boshlagan o jarayonda hech kimdan bir maosh talab qilmadik, maosh olmadik. Haqsiz shaklda hayotimiz bir ma'nosi bo'lsin deb haqsiz qildik hamma ishni. Pulni hech qanday ko'zlamadik. Bizningki shu bizning tashviqot sohasida pastlab qilishimiz va to'xtab qilishimizning asosiy sababi undan burunmi shu Xitoyning nurg'un ijozlari deymiz, biz yashayotgan davlatning besimi deymiz, Xitoyning tahdidlari besimlari bu narsalar burundan batdi. Ondan keyin atrofimizda shu Xitoy ba'zi Xitoy ijozlari yoki nima deymiz, shu Xitoyga qarshi kurashning ma'nosini tushunmagan, bu loyiq pul uchun qildi u bu yoki har xil bo'hton qarchoplashlar batdi. Biz buni pisand qilmagan. Lekin oxirgi mezgillarda shu bizning biz karimiz olmay, uningga raddiya qilmay degandek qilgandan keyin biz yaxshi bilishadigan shu biz hatto shu yaxsiz berib o'zining fikrlarini, da'vatlarini yaxsiz taqatgan kishilarimizmi yoki akalarimiz, cho'nglarimizmi ba'zi bir sizlar shunday tirishib qilyapsizlar. Buning oqida kim bor, sizlarni kim qo'llayotdi, sizlarni kim qilindi dedi, pul nerdan kelyapti degandek savollar bo'lgandan keyin biz shu narsa eng og'ir kelib, anandan keyin boshqalarga o'qimaganlar fitnaxo'rlar bir narsa desin, lekin shu akalarimiz ashta o'ylagan bo'lsa, bizning yaxshi ish qilamiz, millat uchun xizmat qilamiz, Xitoyga qarshi turamiz, vatan da'vosi qilamiz deb boshqalarga yomon narsa taqatga o'xshaymi, yomon bir fikr paydo qilishga o'xshaymiz deb shu ruhiy bisim bilan bir mezgil to'xtab qilishga sabab bo'ldi. Eng cho'ng masala shu sabab bo'ldi. Bo'lmasa iqtisod yoki munosabat bo'lsin bo'lmasin bir shaklda davom qiladi. Hamda hozir bu o'zimizning sohasini hozir degandek to'y filmlaridaymiz, oshxonalarning, restoranlarning tanishtirish filmlaridaymiz. Bu narsani pulga qilib yana ketib boramiz. Allah razı olsun. Bizning chiqish nuqtamiz eğer men siz bilgandek 2018-yildan boshlab rasmiy YouTube kanalini ichib, YouTube kanaliga besib ishlagan bo'ldik. Kuniga 7-8 soatimiz shu mayli har xil shakldagi xizmatlarimizga shunga sarf qildik. Ham bu nima bizmi pulsiz bu yerdan pul kelmaydi. Ammo biz boshqa ishimizni tashlab turib, ishlaydigan ishimiz bo'lsa uni tashib turib, shunga bog'landik. Abam siz degandek birisiga hayotimiz ma'nilik o'tsin, vatanimiz uchun bir xizmatda bo'layli. Bir qo'limizdan kelgan ishni qilayli. Buni izchidon. Chunki vatanimizdagi zulmni biz har kuni aynan axborot vositalaridagi odamlar biz ishlaganda biz birinchi xabarni anglaymiz. Shunami ya? Biz ko'p xabar ko'ramiz, har xil manbalardan xabar anglaymiz. Bu vatandan kelayotgan bu xabarlar siz mening hammamizning yuragini mijdichu. Buning uchun biz to'xtab turay. Men bilgan to'g'ri biz bu ishimizga ulab qolmaymiz ukam. Shunami? Bir ay ishimizga ulab qolmaymiz. O Cenab-ı Allah rizqimizni beradi. Ama
Ama bunu kesbi şekilde davamlaştırış için çokum bir iqtisadi manba bo'lishi kerak. Ma'lum qilaylik, Erkin Asiya'nın misal aldık. Erkin Asiya radyosu olsun, ma'lum istiqlal radyo televiziyadagi qarindoshlarimizni çokum bir iqtisadi manba. Onun aldığı yerning ijarasi bo'ladi, qarang. Shunami ya, uskunlarning chiqimi bo'ladi, odamlarning maoshi bo'ladi. Bu chiqim bo'ladi hamda. Uning ustiga siz bilgandek bu tashviqot bu kino, televiziya nima jiq pul yeydigan narsa bu. Bu hozirlam bu bir yerdan pul keladigan narsa emas. Masalan, e'lon oldik, e'lon eshildik degan bilanmi, uning bergan puli sizning qilgan chiqimingizga yetmaydi. Masalan, bizning Uyg'urchilikda. Unda bo'lgandan keyin biz endi buni kasbiy 7-8 yilda qildik. Undan keyin masalan men o'zimni chiqishni olsam, undan keyin men cho'qim bir yana bir ish qilmasak, chunki yeshimiz cho'ng'ayyotidi. Çünkü ballarımızın çoğuyyotidi. Keynimizde ço'qim bir mayli Yevropadan o'zingiz bilasiz, hamma narsa pul bilan mangdigan ya. Unda bo'lgandan keyin bizmi to'xtab turay, hozir yeyishimiz mani qo'shimcha qilaylik deb bir shaklda biz mani YouTube'chilarni vaqtincha to'xtatib qo'ydik. Endi filmchilikka yuzlanishimizga sabab abam deganimizdek tashviqotning eng yuqori pallasi hozir filmchilikchu. Film şeklinde abiyam qilak biz vatandagi davarimizni, xalqimizning ahuzarini yoki real muhojiratdagi ba'zi bir ortiqchilik kamchiliklarimizni film şeklinde xalqimizga beramiz. Yana bir nuqta, biz vatandagi mayli sizning bo'lsin, mening bo'lsin, farzandlarimiz chet elda tug'ildi. Bular vatanni ko'midi bir. Vatandagi Xitoyning zulmini bilmaydi. Ular tetib boqmadi, Xitoyni ko'rib boqmadi. Shunaqa deymi? Unda bo'lgandan keyin biz keyingi avlodlarimizga to'xtabdi. Xalqimiz manda zulm. Biz og'zimizni deb biryapmiz. Hozir tushundi, ammo bular ko'midi. Tushunami ya? Anglagan narsa ishtik unutilib ketadi. Kitob yozdik dedik, kitobni qanchalik odam o'qiy oladi? Siz bilasiz endi. Bizning kitob o'qish havasimiz Uyg'urlarda biroz tuvan. Unda bo'lgan ekan, biz hozirgi nimaning texnikaning eng yuqori pallasi bo'lgan shu film shaklida qo'yib qo'ysak, ishlab qo'ysak, hozirgimi ham keyingi avlodlarimizga buningdan bir foydalanish qimmat bo'ladi ekan. Ham uningdan keyin chet elda yashayotgan turishli davlatlarimizning xalqimizga anglatidiganga bir asos bo'ladi ekan degan shaklda bu filmchilik yuzlandik. Aynan siz bilgandek buningga jiq pul ketadi. Buningga ketadi, ammo buni bir yoqdan ishlayapmiz, Janob Allohning bergan rizqi bilan, bir yoqdan shu topgan jiqqinimizni bu filmga mablag' solyapmiz. Anandan boshqa yana bizni qo'llayotgan yani qarindoshlarimiz bor. Sizga o'xshash va sizni atrofingizda qarindoshlarimiz bor. Inshaalloh ularning hamkorlashishi bilan bizni shu ishimizni tushunadigan qarindoshlarimiz bilan hamkorlashib bu ishlarni qilib ketib boramiz. Xo'sh. Endi filmni birga ishladik. Menmi o'z oldimga yana shu to'xtab qolay desammi, bir yerlardan ichimdan bir his bilan to'xtab qolishimiz yo'q ekan, bizning vijdonimiz, iymonimiz buning yo'l qo'ymaydi ekan. Filmlarni ishlab taqtaylik, qisqa bir 2 kishilik, 3 kishilik deb banda o'ylab nima qildik. Sizlar bilan hamkorlashgan chog'dami qarindoshlarninki yetishmasligi, rolchilarninki. Chiqqan qarindoshlarimizning yuzini ko'rsatmaslik shartidan chiqishi, ayol hemşire topolmasligimiz degandek, siz degan iqtisod u masala bir ayrim dard masalasi, o'yinchi, rolchi hamkorlashga topolmaslik ayrim bir dard bo'lib qolyotdi. Bu masalalar haqida qanday bir hal qilishimiz mumkin, qanday bir choralar bo'lishi mumkin? Shu bizni ko'rayotgan qarindoshlarimizning shu filmchilik haqida shu fikrlar bo'lib qolsa, yaxshi fikrlar. Bundaroq filmni ishlasanglar yaxshi yoki bunday shaklda bu qiyinchilikni hal qilib bo'ladi degan fikr bo'lib qolsa, ya savol bo'lib qolsa-mu, qarindoslar foydalanamiz. Shunaqa. Buningda hamda siz degandek bularmi biz shu ayol xonim qizlarning, hamshiralarimizning shu rollarga chiqishida nayt qiyinchilikqa yo'liqdik. Bu chunki unda bo'lishsa ko'pincha odam vatandagi urug' tuqqunni xavf xatarga yo'liqishdan ansiraydi bu bir. Ikkinchisi o'zining bexatarligidan ansiraydi ikki. Chunki hamda biz asosiy bu Turkiyada ishlayotgandan keyin filmlarimizni hamda Turkiyaninki sharoitida ko'pincha qarindoshlarimiz biroz chekinadi. Biroz jiqroq o'ylab qoladi hamda biz Yevropada yashagandagi Uyg'urlarga o'xshamaydi. Hamda Yevropa tarafda munosib
qarindoshlarimiz bor. Bularni elib boraylik desak, iqtisod jihatdan bu o'zingiz bilasiz, filmjikka bu jiq o qarindoshlarimizning chiqimini ko'tarolmaymiz, rost gapni desak bo'ladi. Ko'tarolmaymiz. Unda bo'lgan ekan, biz hamda shu Turkiyadagi qarindoshlarimiz bilan hamkorlashib, shu yerdan qilsak deb o'ylashdik, lekin abamqidek masalaga duch keldik. Ammo keyin bu bizning ishlarimizdan xabar topgandan keyin ba'zi qarindoshlarimiz voy men chiqib beralaydim deganlar bo'ldi. Masalan meni ayrim izlab voy men chiqib beralaydim, onun rolig'i men bo'ldim deb tashabbuskorlik bilan nima qilganlar bo'ldi. Nayt xush bo'ldik. Demak, endi bu keyingi jarayonda asta-asta bumu qarindoshlarımizga muhimligini tushungandan keyin bu ishning zaten vatan xalqimiz uchun, keyingi avlodlarimiz uchun bir chuqur bir asosi bo'ladi ekan, chuqur manfaat bo'ladi ekan deganini tushungandan keyin meningcha qo'rqmaydi va tashabbuskorlik bilan o'tirib chiqib berishga texmo yaxshi asos bo'ladi deb o'ylayman. Ondan keyin ba'zi qarindoshlarimizning yuzini etilishidagi sababmi shu hamda. Bir ata çünkü bazı yaş balalar sizdeki yaş balalarda çatak yok. Biraz çoğunlarda ata-analarda biraz çatak var. Neymiş degende ular hamda biraz vatanni jiqroq o'ylaydi, o'zining turishlik yerdagi sharoitni jiqroq o'ylaydi. Bexatarlik tuyg'usi bo'lmagan degan kapolatga ega bo'lmagan degan men ularni to'g'ri tushunaman. Hech kimni xafa bo'lmaymiz bu ishda. Chunki har odam o'zining miyadan o'tgandan keyin mishani hal qilib olgandan keyin qog'oz o'ng'aychi. Mishani hal qilinmagandan keyin bu ish qo'qqonga qo'sh ko'rinadi deb har narsa bir shaklda bo'lib ketadi. Hamda abam degandek ba'zi bir bexatarlik tuyg'usi sharoitimizning turayotgan davlatimizning bexatarlik abam sizni deb ketdingiz. Sizga bu ishni jarayonda har xil Xitoylarning besimlari keldi. Xitoyning gumoshchilarining besimlari keldi. Shunami ya? Unda bo'ldi. Bu jarayonda insonning psixikasiga cho'qimlam ta'sir qildi bu narsa. Cho'qimlam ta'sir qildi. Xitoymi buni bilgachga, hattoki qarang, men sizga shunday deb beray, hattoki bu ishlagan filmlarimizni ba'zilar qo'rqib ko'rmaylik juma. Qo'rqib ko'rmaylik. Nimishqa? Men buni ko'rsam, men filmni ko'ryapsan deb Xitoydan bir besim kelib qolamiki. Xitoydan ayadan urug'ti qoldirmada aloqalashmay qolamanmiki. Xuddi namoyish qilmoqchilar bo'ldi ya, namoyish qilsam, anda bo'ladi, maska taqib chiqqan, yuzingizni itib chiqqan, ko'zingni taqib chiqqan desak, keyin nima dedi? Ashyoda anglab qolib chiqtirib qo'yib ketib, yuzini o'zi qo'rqitib yashaydigan bir ishimiz bor-ku biz Uyg'urlar. O'zimizni qo'rqitib yashaymiz. Ammo uni ba'zi vaqtda to'g'ri tushundik-ekanmiz, ba'zi vaqt to'g'ri tushunolmaydi ekanmiz. Uning uchun ashunday filmni ko'rgandim, ko'rashdimi qo'rqaydigan, hattoki sizlar men yo'llagan narsalarni ichishdim qo'rqaydigan manda. Chunki Xitoy Mushaga patanga minib olgandan keyin Uyg'urning ba'zi Uyg'urlarning uni siz bilgandek Beyjingda turib, Urumchida turib kontrol qilaylikchu. Xitoy bizning ba'zi bir psixikamizni yaxshi egallagachga, shuni bizni qo'rqityapti-chu. Agar biz unga bo'y bermasak, u bizni qo'rqitolmaydi. Asli qo'rqayotgan biz. Bizchu, bizdagi bu qo'rqinish tuyg'umuzni elib olsak, vaqtida anandan keyin Xitoyga nima deysa deb qarashtiradigan bir yurak bo'ladi. Xayr, shu yurakni yetildiramiz deb tirishyapmiz inshaalloh. Xo'sh, endi yetinib ketgan bo'lsam gapimdan kechiringlar ko'rolmanlarmi? Tayya ishlab qo'ygan filmni ko'rolmay, shundamda Allohim qo'rqinchaqdan panoh qilmasin. O'zimizning ahvolimiz shu mana. Har jihatdan Xitoyga qarshi o'tirdi bu odamning soni intayin cheklik. Bu cheklikning adamning ichida Xitoyningki tuzoqlarga tushib, o'zining yuzaburini to'kib olgan kishilar bor. Shular bo'lgandan keyin ba o'tirdi bu odamlarni Xitoy qarshi mana men ba deb yurak o'tirib qo'yib, ko'krigini kerib chiqqan odamlarni bir-birimizni qadrlab, kuchlantirib imkoniyatimizdan yetishicha ruhiy jihatdan, ma'naviy jihatdan qo'llab destaklashib shunday qilaylik inshaalloh. Bugungi programmamiz shunchalik bo'lsin. Agar sizdan yana boshqa taklif fikrlaringiz bo'lsa, qo'shib qo'yadiganlaringiz bo'lsa anglaymiz. Men shu oxirida ko'rmanlarga rahmatimizni bildiraman, chunki shu ko'rmanlarning mayli to'rbitimizni bo'lsin, mayli filmlarimiz bo'lsin, qo'llab quvvatlashi, moddiy ma'naviy jihatdan destek verishi, duolarda mush xizmatlarimizning bir utuqli bo'lishi uchun duo qilib qo'yishini samimiy tuyanchilik bilan so'rayman. Allah razı olsun.
Unda bo'lsa, keng bizni ko'rayotgan ko'rman qarindoshlar, biz yaxshi duolarda bir-birimizni eslab turaylik, yaxshi ishlarda bir-birimizni hamkorlashib, qo'llab, yaxshi fikrlarimizni yetkazib turaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga emanet.